Bu joyni oldin biz reklama qilganmiz. Ya'ni Qarshi shahrini markazidan yer izlaganlarga bu videoni bemalol qo'rqmasdan jo'natib qo'ysalaring bo'ladi. Ya'ni 8 sotixli yerimiz. Oldin bu narsalar qurilmagan payt kelib reklama qilib ketuvdik. 400 million so'm qo'yuvdik. Hozir ham narxi 400 million so'm mana shu narsalar bilan deyishyapti. Chunki srochni pul kerak ekan. Masjidni ko'rishingiz mumkin. Masjid bor, bog'cha, maktab, suv, svet, gazdan muammosi yo'q joy. Mana shu uylarni endi proyektlarini ham ko'rsatib o'tib ketishim kerak. Ya'ni chala bitgan uy. Bu yerda bitta xona, ikkita xona, 3-xona va bu 4-xonamiz bo'ladi. Endi tashqi taraflarini ham ko'rishingiz mumkin. Tashqi taraflar ham yaxshigina holatda va 31-maktab, ya'ni Chubrekda yonidagi maktabni orqa tarafida joylashgan joyimiz. Egalari shu yerda, ya'ni mana shu hovlida yashashadi. Mana shu hovlini ham sotishmoqchi bo'lishyapti. Agar 800 million so'm baholashgan, kimga qiziq bo'lsa bu hovlini ham ko'rib ketishlari mumkin. Hovli izlaganlarga ham bu videoni jo'natib qo'ysalaring manfaatli bo'ladi. Mana shunday yer izlaganlarga videoni jo'natib bizga like bosib ketishni unutmanglar. 8 sotixli yerimiz, ya'ni chala bitgan hovlimiz yer narxida sotilmoqda. Kimga qiziq bo'lsa bemalol kelib ko'rib, savdo qilib, egalari bilan gaplashib olib ketishlaring mumkin.